Şuna. Sortaş bir ihtiyaç şeytan, iyi şangton. İyi sortu şangton, iyi hakkını. Biz 25 metre bölgen mi ki? Bölgen. Ha, 20 metre bo'ldi. 20 metre ziyod. Endi shunaqangi holatda o'rmonni qilib, tepasidan ko'paygandan keyin bu ham semiradi. Sal sekinroq bo'ladi, lekin tolalari juda chiroyli chiqadi. Kelajakda. Endi buni hozir bitta kesib tashlamoqchimiz. Tagidan yana o'stirib, shu yana tezda tayyor bo'ladi-da bu. Ildiz baquvvat. O'sha ildiz baquvvat. Bu 6 yil emas, 5 yilda yoki 3 yilda, 4 yilda. Mana shu 3 yilda hozir bu necha yil bo'ldi? 5 yilmi? 5 yil. 5 yil bo'lgan so'ng 3 yilda bundan bo'ladi shu. Ha, bundan ham zo'r bo'lsa kerak. Hozir eshigi tagini ko'rdik-da, misol. Eshigi tagida 3 yillik mana bundoq. Mana bundoq keladi. Ha, mana bundoq-da. Mana qarang, bu suvni uzoqda ichayotganligi, yerni yorsa ham, suv yaqin kelsa ham katta bo'layotganini ko'ryapsizmi? Men bitta xato qilganim hoji bor. Tagiga biogomos qilganman bir joyda. O'sha joy nima bo'lib qolgan? O'sha yaxshi o'smagan. Bu 2 kilogramm xolosda bu. Yo'q, tushunmading. Biogomos qilganman ichiga. Ha. Biogomos qilib passiyani suv sepib olgan ichiga. Ha, o'sha Namlik zarar. Zarar ekan. Keyin joydan zahar sizib chiqadi. Tomirni o'ldiradi. Agar